Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Ko'rayotganlaridek bu Zoom nomli yumshoq detal. Shu maxsus to'r yig'inlari, to'r sinflari, to'r darsxonalar uchun ishlatilgan yumshoq detal bo'lib, o'tgan bir necha kunlar ichida bizda biroz bexatarlik tuyg'usi paydo qilgan bo'ldi. Buning sababi ishlatuvchilarningki shaxsiy uchurlarni o'g'irlash, undan boshqa dars o'tuvchilarningki kredit kartasidagi pullarga erishilish sababli bexatarsizlik tuyg'usi badi va ba'zi o'rinlar tarafidan ham arz qilingan bo'ldi. Ko'rayotganlaridek qo'rg'uvchisi Erik Yuan debdi. Ya'ni nima uchun bunda qilganligini hammamiz bilamiz. Shunglashqa biz bugungi darsimizda shu Zoom'ningki o'rnini basa oladigan haqsiz va boshqa haqliq bexatar bo'lgan bir qancha to'r yig'inlarini, to'r darsxonalarini o'rlashtirishimizga mos keladigan bir qancha yumshoq detallarni tunishtirib o'tamiz. Buning ichidan qaysini yaxshi ko'rsanglar, qaysi sizlarga uyg'un bo'lsa, shuni setib olish yoki haqsiz shaklda ishlatishni boshlasanlar bo'ldi. Ko'rayotganlaridek bu to'r bekatda mana maxsus bir tema chiqarilibdi. Ya'ni 4-yanvar 3-kuni. Buningki temasi ham Turkiyadagi ba'zi shirkatlar tomonidan bexatarlik sababi bilan cheklangan Zoom'ga 6 tanlash debdi. Qarasanglar bu nihoyatda bir yaxshi bir tema bo'lib. Ko'rayotganlaridek Skype Meet Now debdi birinchisida. Ikkinchisida mana bu shaklda davomlashibdi. Biz buning ichidan ham o'zimiz sizlarga tavsiya qiladigan yoki sizlar ishlasanglar bo'ldi deb qaragan bir qanchisini tanlab va buningki ishlatish usulini ko'rsatib chiqmoqchimiz. Unda esa birinchi bo'lib GoToMeeting qarayli. Bu nihoyatda bexatar bo'lgan bir shundoq to'r yig'inlari, to'r darsxonalari ichish uchun loyihalangan bir yumshoq detal. Masalan, bu yerdagi Start for Free deganni bosgandan keyin qarasanglar mana faqat 14 kun haqsiz holatda sinab qila oladiganligimizni, buningga kredit kart yoki boshqa narsalar talab qilmaydiganligini aytibdi. Bu shaklda tizimlatib ishlasanglar bo'ldi. Bundan keyin buningki plans and pricing bu baho jadvalini ko'rib boqaylik. Qarasanglar bu yerda oyligi 10 euro 10.75. Mau biznes ya'ni mau sodaga 250 kishi qatnasha oladi ekan bir vaqtda. Buningki oylik bahosi 14-15 euroga yaqin. Mau biz ishlasak bo'ldi. Buningki bahosi oyligi 10 euro, 11 euro desak bo'ldi ekan. Bir vaqtda 150 kishi qatnasha oladi degan gap. Buning ichida HD video screen sharing, HD aniqlikdagi video debdi, undan keyin ekran bahrlash, ya'ni screen sharing. Undan keyin web audio debdi, ovoz, dinga o'xshash boshqa nurg'unlagan iqtidorlar. Mau slide to PDF mayadagi iqtidorlar business bilan enterprise'ningki ma shakllarda bakana ishlatilayotgan shaklda. Lekin biz hamda normal bir shaklda ishlatish uchun muvofiq bu shaklda ishlasanglar bo'ldi. Setilib va yoki abay ko'rsatganimizdek Start for Free deganni besish orqali 14 kun sinab ishlasanglar bo'ldi. Bu birinchi tanlash. Undan keyin bu yerda Slack. Buning ham o'zi haqliq. Qarasanglar Get Started degan bossak. Bu yerda agar sizlar iltimos qilgan bo'lsangiz, bevosita bu shaklda iltimos qilgan bo'lsangiz, mana shu shaklda assanglar bo'ldi. Bu yerdan emailni kirish orqali kirsak bo'ladi. Buningki biz bahosini ko'rib boqaylik. Qarasanglar bu yerda haqsiz nusxasi bor ekan. Buningki faqat bir video va ovozli holatda ko'rishga ishlatishga bo'ldi ekan. Buningki bahosi $0, ya'ni bekalib. Ammo yerda standart, ya'ni boshlang'ich saviyasiniki oyligi $7 yaqin. Buningda 15 kishi. Texnik ko'p tafsilotlar bu yerda Learn More besish orqali ko'rsanglar bo'ldi. Bu yerda Plus, bu yerda Enterprise Grade deb yozibdi. Bu yerda bu shaklda ishlasanglar bo'ldi. Undan keyin Google Meet'ningki bu maqliq. Buningga kirish uchun biroz bilishinglar kerak. Masalan, yig'in zali o'rlashtirish yoki yig'in o'rlashtirish uchun, ya'ni yig'in sahibi bo'lish uchun haq to'laysizlar, bo'lmasa, o'rlashtirib bo'lgan, ichilib bo'lgan bir ig'iz yoki bir uy bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yig'in bo'lgan bo'lsa, bevosita mayatga to'planti kodi orqali, ya'ni yig'in kodi orqali bevosita kira olasizlar. Bu kirish haqsiz, qo'shilish haqsiz, ammo yangidan bir nima ilish uchun buningga ma'lum miqdorda haq to'laymiz. Ammo bu Google'ning bo'lganligi uchun bexatar. Bundan keyin buni bossak, qarasanglar bu yerda buni bossizlar.
Mana şu o'rinlarni to'shtirish orqali eng oxirida baho va boshqa munosabatlik narsalar chiqadi. O şekilde işlesanglar bo'ldi. Google Meet'ninkimi app'lari bor. App'larni qachalash orqali bevosita yonfon orqali yoki tablet orqali yig'inga qatnasha olasizlar, yig'inlarga. Undan keyin endi qaraydigan bo'lsanglar Google Hangouts degani bu bek yaxshi. Buninki app'lari bor, bevosita app'lar orqali yangidan yig'inlarni acha olasizlar va yoki qo'shila olasizlar. Buningga 10 kishi atrofida sinliq ko'risha olasizlar. Undan keyin ovozli holatda undan ko'p bo'lishi mumkin. Buningga qo'shilish uchun, ya'ni yangidan ichish uchun bevosita xat sanduq orqali kirsanglar bo'ldi va yoki bevosita mana video ko'chmasini bosgandan keyin yana bir ko'znak ochildi. Bu yerdan bevosita xat sanduq orqali da'vat qilsanglar, ya'ni chaqirsanglar bo'ldi va yoki bu yerdagi bağlantı, ya'ni ulanma orqali boshqalarni chaqira olasizlar o'zinglarniki yig'in zaliga va yoki mayan besish orqali yana o'xshash shaklda ko'znakni acha olasizlar degan gap. Undan keyin qarasanglar mana ko'rayotganinglardek ekran paylash debdi, ya'ni ekranni bahalagil bo'ldi. Undan keyin mayadagi tangchakni besish orqali bu ekranninki aniqligini mana shaklda tanishib olasizlar. Bu ham yaxshi. O'zimizning ehtiyojiga asosan buni ishlasakmi nihoyat muvofiq. Undan keyin hamda qaraydigan bo'lsanglar mana Microsoft'niki Skype. Ya'ni bu Skype'ni bilmaydiganlar yo'q deyman. Biraz buni ichib ko'rib boqaylik. Ochgandan keyin qarasanglar haqsiz debdi. Undan keyin a'zo bo'lish yo'q debdi. Undan keyin tushirish hojasiz debdi. Biz bevosita buni besish orqali bir yig'in ichib boqaylik, yig'in zali ichib boqaylik. Undan keyin ko'rayotganinglardek bu ulanma orqali boshqalarni o'zinglarniki ochgan sinfinglarga yoki yig'in zalinglarga kira olasizlar va yoki buni bevosita uvat basanglar, bevosita ichish orqali kira oladi. Bevosita men buni bosay. Mening kompyuterimda Skype bo'lganligi uchun mana shaklda chiqdi. Men buni amaldan qoldirib deb mana bosgandan keyin bu yerga ismni chizib kompyuter deb chizib qo'yay. Undan keyin qo'shilishni bosay. Qarasanglar mana shaklda ichildi. Boshqalar shunga qo'shila oladi degan gap. Masalan, mayadikini bossaq, bu yerdan ovoz va yoki mikrofonni ichish orqali mana bevosita boshlasanlar, boshqalar sizlarningki ovozinglarni va yoki ko'rinishinglarni ko'ra oladi degan gap. Undan so'ng biz Skype'ni ichib ko'rib boqaylik. Buni ochdik. Qarasanglar bu yerda mana Meet Now deganni bosamiz. Bosgandan keyin mayada abayga o'xshash ulanma hosil bo'ldi. Bu ulanmani boshqalarga avatib beramiz. Undan keyin bu orqali mikrofonni ochamiz yoki taqaymiz. Bu orqali kamerani ochamiz yoki taqaymiz. Bevosita boshlatamiz buni. Boshlagandan keyin mana shaklda chiqadi. Undan keyin qarasanglar bu yerdan cho'ng ekran qila olasizlar. Undan keyin bu yerda qo'shishni besish orqali boshqalarni qo'sha olasizlar degan gap. Undan keyin oyoqlashtirdik. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalana olish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.